Bugun Moskvaning sovuq ko'chalarida ishlayotgan opa va akalarimizga issiqqina o'zbekcha qaynoqqina mehr bilan tayyorlangan somsachalarni ulashib chiqamiz. Kim nima desa desin, lekin Rossiyada yashash O'zbekistonda yashashdan ancha qiyinroq. O'zbekistonda to'g'risi sizni ota-onangiz bor, qancha do'stlaringiz, yor birodarlaringiz bor, yaqinlaringiz bor. Xullas o'zingizni komfort zonangizda yashaysiz, yaqinlaringiz bilan tez-tez ko'rishib turasiz. Yaqinlaringizni sog'ingan paytingiz hol-ahvol so'rab chiqasiz tez-tez. Kimdir sizga ovqat qilib chaqiradi, ovqat tayyor bo'ldi deb. Farzandlaringiz, ota-onangiz har doim yoningizda bo'ladi. Rossiyada esa o'zingiz uchun o'zingiz qayg'uradigan joy. Rossiyada ishlaydiganlar buni juda ham yaxshi tushunishadi. O'zbekistonda masalan ma'lum bir muddat ishlamasangiz ham ishsiz yurishingiz mumkin. Uzog'i 1 yil, 2 yil ishsiz yashashingiz mumkin oila a'zolaringiz bilan. Bu yerda bir kun ham ishdan qola olmaysiz. Bir kun ishdan qolsangiz minusga kirib ketasiz. Kvartiralardan qarz bo'lishni boshlaysiz. To'lovlaringiz bor, masalan, dokumentlaringiz, patent to'lovlaringiz bor, yeb ichingiz bor. O'qiydigan odamlarning o'qishini kontrakt pullari bor. Uyingizga pul jo'natishni o'ylaysiz. Xullas hamma narsa sizni bo'yningizda bo'ladi. Lekin bu qiyinchiliklarga faqat kuchlilargina sabr qilib, o'ylagan maqsadlariga erishadi. Ko'plar yomon yo'lga kirib ketadi. Ko'p insonlar halol mehnat bilan ishlab o'z maqsadlariga erishib, oilalari bag'riga ketishadi. Agar menga podpiska bosib qo'ysangiz, sizlar bilan biz Moskvani -20 gradusgacha ko'chada sovuqda ishlayotgan akalarimiz va opalarimizni o'zimizni o'zbekona shunaqa mehr bilan tayyorlangan issiqqina ovqatlarimiz bilan mehmon qilamiz va duolarini olamiz. Siz ham bunga sherik bo'lishni xohlasangiz, podpiskani va yuraychani bosib qo'yishni unutmang.